Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrli obunachilar. 116 kvadrat metrlik to'liq to'rxonali kvartirani obzor qilamiz. Vokzal territoriyasi 48-maktab yonida. Domni atrofida ikkita maktab bor. Bittasi 48, bittasi 49. Hurmatli do'stlar, o'rtada holimiz juda ham chiroyli va katta bo'lgan hol. O'ziga yarasha. Mana bu yerda podyezd eshigidan shunday kirish, chap qo'lda garderobni mebel ustanovka qilingan. Alohida bo'lgan xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Juda ham detalni bu remontni qilishgan. Birinchi xonamiz yotoqxona hisoblanadi. Katta va chiroyli bo'lgan yotoqxona. Keyingi xonamiz esa yana bitta kattalar uchun yotoqxona. O'ziga yarasha mebel jihozlari ustanovka qilingan va keyingi yotoqxona bolalarimiz uchun yotoqxona. Guluxoy xonasi yo'q. Hamma deraza ko'chaga qarab turibdi. Ko'chaning ustida joylashgan bu kvartiramiz. Mana bu yerda zalimiz. O'ziga yarasha katta va chiroyli bo'lgan zal. Endi kim xohlasa mebel jihozini sotib oladi o'ziga. Qanaqa mebel jihozi ma'qul, o'shanaqa mebel jihozini sotib oladi, hurmatli do'stlarimiz. Keyingi xonamizni tomosha qilasiz. Keyingi xonamiz esa kuxnya qismimiz. Kuxnyamizda ham kattagina kuxnya, prostranstvo juda ham katta. 4 kishilik stol, 6 kishilik qilsa bo'ladi. Mana bu yerda mebel jihozlari ustanovka qilingan. Gaz, svet, suv umuman muammo emas. Mana bu yerda esa двухконтурный котел, pastida esa теплый pol, hurmatli do'stlar va xaridorlar. Yaxshi kvartirani tomosha qilib, faqat like bosish emas, uni sotib olishni ham o'ylash kerak. Hozir suvni ochib ko'rsatmoqchi edim, suvi yopib qo'yildi. Keyingi xonani ham tomosha qilasiz. Keyingi xona bu albatta yuvinish xonasi. Sanuzil. Mana bu yerda yuvinish xonasi. To'g'risini aytinglar, kvartira yoqdimi, qimmat emasmi? Agar qimmat bo'lsa, biz arzon qilib beramiz sizlarga. Agar yoqmagan bo'lsa, sizga yoqadigan boshqa variantlarimiz ham bor. Etaji baland desangiz, past etajdan ham topib beramiz. Kadastr yo'q desangiz, buni kadastr bor, hurmatli xaridorlarimiz. Kvartiramizni minus tomoni yo'q, hurmatli xaridorlar. Endi har narsa ham puliga bog'liq. Har bitta mahsulot puliga bog'liq. Zo'r mahsulot tabiiyki qimmat bo'ladi. Arzon mahsulot o'ziga yarasha kamchiligi bo'ladi. Bu arzon kvartira emas, qimmat kvartira ham emas. O'rtalikda joylashgan, puliga arziydigan kvartira. Hurmatli xaridorlar, telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bizga murojaat qilasiz, arzon qilib, kelishtirib olib beramiz. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz.